Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Hop. Biz sizlarga qo'ylarimizni yashirib qolganligi to'g'risida ma'lumot bergan edik. Og'izlari ko'pilab shunaqa holat bo'ldi degandik. Xudo xolasa qo'ylarimizni tuzatdik. Doktorimiz kelib lichenlarni qilib davolab berdilar. Mana xudo xolasa hammasi og'zi yaxshi bo'lib, og'izlari ko'pilamasdan holat yaxshilashdi. Adashgan ekanmiz, qo'ylarimiz yashir bo'lmagan ekan. Qo'ylarimiz qizilo'nga chechagi bo'lgan ekan. Qizilo'ngachida chechak bo'lsa, qo'ylar og'zi ko'piylar ekan. Yashirda qo'ylarga unaqa ko'piylamas ekan. Asosan yashirda oyoq og'rir ekan. Bular oyoq og'rimadi. Qo'ylarimizdan sotdik. Akamizga yana o'sha 4 ta qo'yimiz olib qoldik. Mana 3 ta sog'lig'imiz, keyin bitta sariq sog'lig'imiz, bitta mana qora sog'lig'imiz qoldi. Qolganlarini sotdik. Xudo xolasa yaqin kunlarda yana borib olib kelamiz Qashqadaryodan boshqa. Agar kimni qo'yi shunaqa kasallangan bo'lsa, shularga ma'lumot bo'lsin deb turib, shu videoni chiqaryapmiz. Xudo xolasa bizning qo'ylarimiz yaxshilashdi. Hop, endi kim nima lecheniya qildingni deydigan bo'lsa, hop. Mana shu ukolda doktorimiz qildi. Hop, keyin mana ukoldan qildi. Keyin mana ukoldan qildi. Shu ukollarni qildi. Xudo xolasa yaxshilashdi. Keyin mana ukolam mana shu 3 ta ukolimizni qildi. Mana shu 3 ukolni qildi. Kecha xudo xolasa yaxshilashdi. Qo'ylarning nastroyeniyasi ochildi, og'izlari ko'paymayapti. Sizlardan yana bitta iltimos, Teplisida qo'yib boqamiz kanalimizni rivoji uchun kommentariyaga hech bo'lmaganda nuqta qo'yib ketsanglar, prosmotr ko'proq bo'lar ekan. Agar prosmotrimiz ko'paysa, xudo xolasa, bundan da chiroyli videolarni qilishga harakat qilamiz. Imkon qadar qo'ylarimizning holati yaxshi, xudo xolasa. Hammasi mana chiroyli bo'lib yaxshilashib qoldi. Hop. Mana o'sha Velikoletniy deb nomlagan qo'chqarimiz. Polvon o'g'li. 2 oylikka to'ldi bu qo'chqarimiz, xudo xolasa. Kechagina tug'ilganiga 2 oy bo'ldi, 2 oylik bo'ldi. 2 oyga to'ldi. Mana o'sha panteramiz. Pantera qo'chqarimiz. 4 oylikka to'ldi 7-chislo kuni. Bo'yi hozir 85 plus. Vesi 60 kg edi, 65 kg edi. Endi hozir ozib qolgan bo'lsa kerak. Ag'ini bilmaymiz. Hop. Xudo xolasa bu qo'chqarlarimizni yana ko'rsatib boramiz kanalimiz davomida. Mana polvonning bolalari ikkalasi ham. Shu polvon qo'chqarimiz. Mana shu Velikoletniy deb nomlagan qo'yimiz. Xudo xolasa kimda qanaqa savollar bo'lsa, kimni qanaqadir qo'ylarda qanaqadir muammo bo'la turgan bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Imkon qadar qo'limizdan kelgancha tushuncha beramiz, xudo xolasa. Mana o'sha Diliniy, ma, kelaqa. Ke turma. Ma. Ma Diliniy, kelaqa ma. Ma tur. Ke. Turma. Dam olyapti ekan, turmas ekan. Diliniy. Mana qo'chqarimiz nomi Shiram. Mana qo'chqarimiz Qizil yanoq deb nomladik. Shu qo'chqarimizning nomini Qizil yanoq deb qo'ydik endi. Kimda qanaqa savollar bo'lsa, kommentariyalarni kutib qolaman. Xudo xolasa kommentariy yozinglar. Imkon qadar savollaringizga javob berishga harakat qilaman. Mana shu Velikoletniy. Qulog'i 19 hozirgi holatida. Klasini tortganim yo'q. Endi klasini hali bilib, yana klasini tashab qo'yaman, xudo xolasa sizlarga.
2 oyga to'ldi mana shu qo'chqarimiz. Bu qo'chqarimiz tug'ilganda 8 kilolik adashmayotgan bo'lsam, yana videosini ko'rsatib boraman. 8 kilo tug'ilgan bo'lsa kerak. Pantera qo'chqarimiz 10 kilo tug'ilgan. 9 kilo 850 gram tug'ilgan. Endi 10 kilo deb hisoblasangiz bo'laveradi. Buni ham videosini qo'yganmiz kanalimizga. Mana shu Pantera. Hozir qulog'i 20 ga borib qoldi, xudo xolasa. Yana uni obzorini ko'rsatamiz, xudo xolasa. E'tiboringiz uchun rahmat hammangizga, sog' salomatlikda. Ko'rishni Alloh nasib qilsin. Hammani chorvasiga baraka ato etsin. Kuzatishda davom etinglar, xudo xolasa. Yangi videolarimizni qo'yib borishga harakat qilamiz.